Shvetsiyaga kelishni umuman tavsiya qilmayman. Agar siz oson hayotni kutayotgan bo'lsangiz. Shvetsiya juda ham chiroyli, go'zal tabiati bilan mashhur, lekin bu yerda yashash oson emas. Shvetsiyaga kelishni tavsiya qilmayman agar siz sovuq va bulutli ob-havolarni yoqtirmasangiz. Chunki bu yerda hatto yoz ham ba'zan kuzni eslatadi. Shvetsiyaga kelishni tavsiya qilmayman agar siz yolg'izlikni yomon ko'radigan bo'lsangiz. Chunki bu yerda do'stlar orttirish juda ham qiyin. Shvetsiyaga kelishni tavsiya qilmayman agar siz shved tilini o'rganishga tayyor bo'lmasangiz. Ha, ingliz tili sizga yordam berishi mumkin, lekin bu yerda haqiqiy hayot uchun yetarli emas. Agar siz doimiy harakatda, shovqinli hayot va doim odamlar orasida bo'lishni xohlasangiz, unda Shvetsiya sizga mos emas. Chunki bu yer haddan tashqari tinch va odamlar o'z tinchligini juda ham qadrlashadi. Shvetsiyaga kelishni tavsiya qilmayman agar siz sabrsiz inson bo'lsangiz. Chunki bu yerda hamma narsa vaqt talab qiladi. Hujjatlar, ishlar va hattoki munosabatlar ham. Shvetsiyaga ko'chib kelishni xayolingizga ham keltirmang agar siz o'zingizni o'zgartirishga tayyor bo'lmasangiz. Chunki Shvetsiya sizni butunlay o'zgartirib yuboradi.